Assalomu alaykum, arzon chorvan obunachilari. Do'xol sayyor qo'rg'on bozoridan ikkinchi qismi videolarni ham boshladik. Aka, nech pul bo'ldi? 17,5 bir 17,5 million so'm xunaji. 3 oyga nasiyaga berildi. 3 oyga nasiyaga. Qayga bordi, tamam. Ha, mana qara. Aka, bu qon nech pul bo'ldi? 18 dan bo'ldi. 18 million so'mdan uchalasi bo'ldi. Taqirda zo'rlardan ekan, keyingisi bilan ko'rsatamiz. Keyingisiga arashan. Aka, nech pul bo'ldi arashanlar? Arashanlarga 3tasi 17 million 800. Bitta, ikkita, uchtasi. Bunisi 8 million. Foyda bersa sotarasiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 94 940 47. Aloqaga chiqarasizlar kelar. Aka, sigir nech pul bo'ldi? Bilishmas ekan narxi. Aka, qo'chqorlar nech pullar bo'pti? 15,5 million so'm ikkalasi bo'pti mana. Aka, nech pul bo'ldi sigir? Bilishmas ekan narxini. Aka, nech pul bo'ldi siminta? 12 million so'm bo'pti akalar mana. Aka, nech pul bo'pti? 18,5 million so'm bo'pti akalar mana shu etimiz. Qisir ekan. Nurish aka, nech pul bo'ldi? 18,5 million so'm shu et. O, akalar katta buqalar kelyapti ana. Xudo xolasa narxini so'raymiz. Aka, nech pul bo'ldi buqa? 67 ming so'mdan akalar mana shu buqalar taroziga berilibdi mana. Zo'r ekan buqalar. Aka, nech pul bo'ldirasizki? Sotilmadi. Nech puldan qaytdi? 23 milliondan qaytdi. Faizlagan nech pul bo'ldi? 19,5 million so'm bo'pti akalar. Aka, nech pul bo'ldi? Sotilmadi akalar. Hayat nech puldan bo'ldi qo'ylar? 20,5 million mana 5 tasi bo'pti. Aka, nech pul bo'ldi? Nech pul bo'pti aka? Nech pul bo'ldi aka qo'chqor? Bilishmas ekan. Aka, shved buqamiz nech pul bo'pti? 23 million so'm bo'pti aka mana shu buqamiz. Bittadan like bosib kanalga undab qo'yish esdan chiqmasin. Hamma chorvasiga Alloh barakasi bersin deb biz videolarimizni tugatdik.